Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan bir masalani tushuntirib beraman. Pensiya hujjatlaridagi bitta yozuv, bitta ma'lumot, ba'zan esa bir dona arxiv ma'lumotnomasi pensiyani oyiga 500 ming, 700 ming, hatto 1 million so'mgacha oshirishi mumkin. Eng achinarlisi shuki, ko'pchilik pensionerlar bu yozuv borligini ham, uni tekshirtirish huquqi borligini ham bilmaydi. Kimdir menga shuncha chiqdi, demak shu ekan deb yuraveradi. Aslida esa pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lishi, ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi yoki oylik maosh haqidagi ma'lumotlar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi yozuv haqida gap ketyapti? Kimlar darhol tekshirish kerak? Kimlarda pensiya oshishi ehtimoli yuqori? Qaysi hujjatlarni yig'ish kerak va qayerga murojaat qilish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta detalni o'tkazib yuborsangiz, o'zingizga tegishli pulni yillar davomida olmasdan yurishingiz mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga ham, ota-onangizga ham, qo'shningizga ham kerak bo'lishi mumkin. Pensiya qanday hisoblanadi degan savolga ko'pchilik juda umumiy javob beradi. Ish stajiga qarab, maoshga qarab davlat hisoblaydi. Bu gaplar to'g'ri, lekin yetarli emas. Pensiya miqdori bir nechta asosiy narsaga bog'liq. Rasmiy ish staji, ish haqi miqdori, imtiyozli davrlar, bolalar parvarishi, harbiy xizmat, o'qish davri ayrim holatlarda zararli yoki og'ir sharoitdagi mehnat. Shuningdek, hujjatlarda bu davrlar qanday yozilgani. Mana shu yerda eng katta muammo boshlanadi. Ko'p pensionerlarning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin u noto'g'ri yozilgan. Ba'zilarda ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana noaniq. Ayrimlarda korxona nomi o'zgargan, lekin hujjatda eski nom bilan yangi nom bog'lanmagan. Ba'zilarda buyruq raqami tushmagan, yana ba'zilarda arxivda maosh ma'lumotlari bor, lekin pensiya tayinlash vaqtida u hujjat olib kelinmagan. Natijada pensiya jamg'armasi xodimi qo'lida qanday hujjat bo'lsa, shunga qarab hisoblaydi. Hujjat yetishmasa, ayrim davrlar hisobga olinmaydi yoki minimal ko'rsatkich bilan olinadi. Oldin ko'p ishlar qog'ozda yuritilgan. Korxona tugatilgan bo'lsa, hujjatlar arxivga topshirilgan bo'lishi kerak edi. Lekin amalda hamma korxonalar hujjatni tartibli topshirmagan. Kimningdir zavodi yopilgan, kimningdir kolxozi boshqa shirkatga aylangan, kimningdir tashkiloti xususiylashtirilgan. Shu jarayonda odamlarning staji va ish haqi haqidagi ma'lumotlar turli joylarga sochilib ketgan. Pensioner esa men 35 yil ishlaganman dedi, lekin tizimda 28 yil ko'rinadi. Farq 7 yil. Ana shu 7 yil pensiya miqdoriga jiddiy ta'sir qiladi. Hozir nima o'zgardi? Hozir ko'p ma'lumotlar raqamlashtirilyapti, elektron bazalar tekshirilyapti, arxivlardan ma'lumot olish imkoniyati kengaydi. Lekin bu degani hamma narsa avtomatik to'g'ri bo'lib ketdi degani emas. Aksincha, elektron bazaga noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot tushgan bo'lsa, odam murojaat qilmaguncha xatolik turaveradi. Shuning uchun men har bir pensionerga va pensionerning farzandlariga bitta narsani aytaman. Pensiya tayinlangan qarorni, staj hisobini va ish haqi hisobini albatta tekshirtiring. Ko'pchilik qaysi yozuv pensiyani 1 ming so'mga oshiradi deb so'raydi. Men buni aniq aytaman. Bu odatda mehnat daftarchasidagi ish davri yozuvi yoki arxivdan olinadigan ish haqi ma'lumotnomasi bo'ladi. Ba'zan bitta yozuv deganda zararli sharoitda ishlaganlik haqidagi yozuv ham nazarda tutiladi. Masalan, odam oddiy ishchi sifatida emas, balki og'ir, zararli, imtiyozli lavozimda ishlagan bo'lsa, bu alohida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Bir odam 1960 yildan 1995 yilgacha yirik zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin zavod nomi keyinchalik o'zgargan. Pensiya tayinlashda bu davrining faqat 5 yili hisobga olingan. Chunki qolgan yillarga tasdiqlovchi hujjat topilmagan. Pensioner esa buni bilmaydi. Keyin farzandi arxivga so'rov beradi. Buyruqlar va ish haqi qaydnomalaridan ma'lumotnoma oladi. Natijada yana 5 yil staj qo'shiladi, ustiga o'sha yillardagi maosh ham hisobga olinadi. Pensiya qayta hisoblanganda o'yiga sezilarli oshadi. Ba'zan 300 ming so'm, ba'zan 600 ming so'm, ayrim holatlarda 20 ming so'mga yaqin farq chiqishi mumkin. Yana bir misol. Ayol kishi o'tgan yil ishlagan, lekin farzand parvarishi bilan bog'liq davrlar. Ayrim ish joylari va yarim stavkadan to'liq stavkaga o'tgan davrlar hujjatda chalkash. Pensiya tayinlanganda umumiy staj kamroq ko'rsatilgan. U men baribir ayolman, shuncha chiqsa kerak deb yuradi.
Aslida esa uning mehnat daftarchasida bir nechta yozuvni aniqlashtirish, arxivdan ma'lumot olish va ish haqi hisobini tekshirtirish kerak. Qayta hisobdan keyin pensiya oshishi mumkin. Birinchi navbatda 1990 yillar va 2000 yillar boshida ishlagan pensionerlar tekshirishi kerak. Chunki o'sha davrda korxonalar ko'p o'zgargan, tugatilgan, qayta nomlangan, hujjatlar arxivga turlicha topshirilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lishi yetarli bo'lmasligi mumkin. Yozuv aniq, muhrli, sana va buyruq raqami bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ikkinchi guruh kolxoz, sovxoz, shirkat xo'jaligi, fermer xo'jaligi, qurilish tashkilotlari, zavod, kombinat, transport korxonalari, tibbiyot, ta'lim va kommunal sohada ishlaganlar. Bu joylarda hujjatlar ko'p bo'lgan, lekin nomlar tez-tez o'zgargan. Masalan, bir maktab avval boshqa raqamda bo'lgan, keyin nomi o'zgargan. Bir kasalxona avval tuman bo'limiga qaragan, keyin viloyat tasarrufiga o'tgan. Shunday vaziyatlarda stajni tasdiqlash uchun qo'shimcha ma'lumot kerak bo'ladi. Uchinchi guruh zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar. Masalan, konchilik, kimyo sanoati, issiq sex payvandlash, metallurgiya, qozonxona, rentgen xonasi, ayrim tibbiy laboratoriyalar, elektr tarmoqlari, temir yo'l va shunga o'xshash joylarda ishlaganlar. Men bu yerda har bir lavozim avtomatik imtiyoz beradi demayapman. Lekin lavozim nomi, ish joyi, buyruq, attestatsiya, ish sharoiti hujjatlari to'g'ri bo'lsa, pensiya hisobiga ta'sir qiladigan holatlar bo'lishi mumkin. 4-guruh pensiyasi juda past chiqqan, lekin uzoq yil ishlagan odamlar. Masalan, odam 35-40 yil rasmiy ishlagan, lekin pensiyasi atrofdagilarnikidan ancha past. Bu holatda nasibam shu ekan deb qo'l siltash noto'g'ri. Sababini tekshirish kerak. Staj to'liq olinganmi? Maosh qaysi davr bo'yicha hisoblangan? Arxiv ma'lumotlari kiritilganmi? Bolalar parvarishi yoki harbiy xizmat davri hisobga olinganmi? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, butun ish faoliyatingiz elektron bazada ko'rinsa. Ish beruvchilar ijtimoiy soliq va badallarni to'g'ri topshirgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, pensiya tayinlashda sizga staj va ish haqi hisob-kitobi ko'rsatilgan bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin bu ham umuman tekshirmang degani emas. Men baribir kamida bir marta o'z pensiya ishingizni ko'rib chiqishni maslahat beraman. Agar sizning pensiyangiz maksimal chegaraga yaqin hisoblangan bo'lsa yoki barcha davrlar avvaldan tasdiqlangan bo'lsa, qo'shimcha hujjat pensiyani oshirmasligi mumkin. Chunki har bir staj qo'shilishi ham avtomatik katta pul bermaydi. Ba'zida 1 yil staj qo'shiladi, lekin pensiya juda oz oshadi. Ba'zida esa ish haqi ma'lumotnomasi topiladi va asosiy farq shundan chiqadi. Shuning uchun natijani oldindan aniq aytish qiyin, lekin tekshirishning zarari yo'q. Tasavvur qiling, Ahmad aka 62 yoshda pensiyaga chiqqaniga 4 yil bo'lgan. U 1992 yildan 2000 yilgacha zavodda. Keyin 2010 yilgacha xususiy korxonada ishlagan. Pensiya tayinlanganda zavoddagi 19 yilning 12 yili aniq olingan. 6 yil bo'yicha arxiv ma'lumoti yetishmagan. Ahmad aka pensiyasi 20 ming so'm chiqdi. Keyinchalik arxivdan ma'lumotnoma topildi. U 6 yil davomida yuqori razryadli mutaxassis bo'lib ishlagan, maoshi o'sha davr uchun yaxshi bo'lgan. Qayta hisobda staj ham, ish haqi ham to'g'rilandi. Natijada pensiyasi 2 ming so'mga chiqdi. Farq 70 ming so'm. Bu hayotda uchraydigan holat. Yana bir misol. Mohira opa 25 yil bog'chada ishlagan, keyin takassul boshqa tashkilotda farrosh bo'lgan. Pensiya tayinlanganda bog'chadagi ayrim yillar to'liq hisobga olingan. Lekin boshqa tashkilotdagi davrda korxona nomi o'zgargani uchun 3 yil tushib qolgan. U arxivga borib ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari bo'yicha ma'lumotnoma oldi. 3 yil staj qo'shildi. Pensiya beksaqasi 1000 so'mga oshdi. Bu 20 ming emas, lekin 1 yilga hisoblasangiz 2 milliondan ortiq pul. Pensioner uchun bu ham katta yordam. 3-misol yanada muhim. Rustam aka payvandchi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida ishchi deb umumiy yozilgan, lekin aslida u elektr gaz payvandchi lavozimida bo'lgan. Agar hujjatda faqat ishchi deb tursa, imtiyozli sharoit isbotlanmasligi mumkin. Arxivdan ishda jadvali, buyruq va ish haqi qaydnomasi olinsa, lavozim aniq ko'rinadi. Ana shunday holatda nafaqat pensiya miqdori, balki ayrim hollarda pensiyaga chiqish sharti ham boshqacha baholanishi mumkin. Men har doim aytaman, lavozim nomi oddiy so'z emas, u pulga ta'sir qiladigan huquqiy yozuv. 4-misol. Sobir aka uzoq yillar haydovchi bo'lgan.
lekin bir davrda rasmiy buyruq bilan boshqa filialga o'tkazilgan. Mehnat daftarchasida o'tkazish yozuvi bor, lekin muhr yo'q. Pensiya tayinlashda bu davr shubhali ko'ringan va to'liq olinmagan. Bu tashkilotning huquqiy vorisidan tasdiq xati oldi. Arxivdan buyruq nusxasi chiqardi. Pensiya qayta hisoblandi. Bu yerda muhim narsa shuki, oddiy ko'ringan muhr yoki buyruq raqami ham katta ahamiyatga ega. Endi juda muhim nozikliklarni tushuntiraman. Birinchidan, har qanday yozuv pensiyani oshiravermaydi. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin u qonuniy tasdiqlanmasa, pensiya jamg'armasi uni qabul qilmasligi mumkin. Masalan, sana o'chirilgan ustidan yozilgan, muhr o'qilmaydi. Korxona nomi to'liq emas, buyruq raqami yo'q. Bunday holatda qo'shimcha hujjat kerak bo'ladi. Ikkinchidan, faqat staj emas, ish haqi ham muhim. Ba'zi pensionerlar faqat menga yana 5 yil qo'shing deydi. Lekin pensiya miqdorida oylik daromad haqidagi ma'lumot ham katta rol o'ynaydi. Agar odam yuqori maosh olgan davrni isbotlay olsa, pensiya sezilarli oshishi mumkin. Aksincha staj qo'shiladi, lekin maosh past bo'lsa, oshish kichik bo'lishi mumkin. Uchinchidan, arxiv ma'lumotnomasi to'g'ri tuzilishi kerak. Unda shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan yili, ishlagan tashkilot nomi, lavozimi, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalari, buyruq raqamlari va ish haqi ma'lumotlari, hujjat manbasi ko'rsatilishi lozim. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, masalan, ayol kishi turmushga chiqqanidan keyin familiyasini almashtirgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat ham kerak bo'ladi. To'rtinchidan, hamma arxivlar bir joyda emas. Tuman arxivi, viloyat arxivi, idoraviy arxiv, tashkilotning o'z arxivi yoki huquqiy voris korxona bo'lishi mumkin. Masalan, sobiq zavod tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari viloyat davlat arxivida bo'lishi mumkin. Maktab yoki shifoxona hujjatlari esa tegishli boshqarma orqali topilishi mumkin. Shu sababli birinchi javobda topilmadi deyishsa, darhol to'xtab qolmang. Qaysi arxiv topshirilganini aniqlash kerak. 5-dan, qayta hisoblash masalasida muddat va to'lov tartibi muhim. Agar siz yangi hujjat olib kelsangiz, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin o'tgan yillar uchun hammasi birdan to'lanadimi yoki murojaat qilingan sanadan boshlab hisoblanadimi? Bu holatga va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun ariza berganda albatta yozma javob talab qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Eng katta xato davlat o'zi biladi, men aralashmayman deyish. Yo'q, sizning hujjatingizdagi xatoni sizdan yaxshi hech kim bilmaydi. Siz qayerda ishlaganingizni, qaysi yillarda, qaysi lavozimda bo'lganingizni, qaysi korxona yopilganini, kim guvoh bo'lishi mumkinligini o'zingiz bilasiz. Ikkinchi xato faqat mehnat daftarchasiga ishonish. Mehnat daftarchasi asosiy hujjat. Lekin undagi yozuv noaniq bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinadi. Buyruq, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi qaydnomasi, shaxsiy varaqa, hisob-kitob bedomosti, harbiy bilet, diplom, tug'ilganlik guvohnomalari ayrim holatlarda kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi xato ariza bermasdan og'zaki so'rash. Men buni juda ko'p ko'rganman. Odam boradi, deraza ortidagi xodimdan so'raydi. Xodim sizga oshmaydi deydi. Odam qaytib ketadi. Bu noto'g'ri. Siz yozma ariza bering. Arizada pensiya ishingizni qayta ko'rib chiqishni, ish staji va ish haqi ma'lumotlarini tekshirishni, taqdim etilgan hujjatlarni hisobga olishni so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda shikoyat qilish yoki aniqlashtirish oson bo'ladi. To'rtinchi xato hujjatdagi ism familiya farqlarini e'tiborsiz qoldirish. Masalan, bir hujjatda Abdullayev, boshqasida Abdullayev, yana birida otasining ismi boshqacha yozilgan. Bu mayda ko'rinadi, lekin hujjatlarni bog'lashda muammo tug'diradi. Bunday holatda FHDG hujjatlari, pasport ma'lumotlari, nikoh guvohnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjatlar, harbiy bilet, diplom, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, eski ish joylaridan berilgan ma'lumotnomalar, mukofot yo'lliqlari, buyruq nusxalari. Eski oylik varaqalari bo'lsa, hammasini ajrating. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini yillar bo'yicha tekshiring. Har bir ish joyi uchun 3 ta narsani qarang. Ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana, lavozim nomi. Keyin muhr va buyruq raqami bor yo'qligini tekshiring. Agar biror davrda bo'shliq bo'lsa,
masalan 1994 yildan 1998 yilgacha ishlaganman deysiz, lekin daftarchada faqat 1994 yil yozilgan bo'lsa, bu alohida belgilanadi. 3-qadam pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozing: mening pensiya ishim bo'yicha ish stajim va ish haqi ma'lumotlarimni qayta tekshirib, taqdim etilgan qo'shimcha hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Lekin asl nusxalarni ehtiyot qiling. 4-qadam arxivga so'rov bering. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga murojaat qiling. So'rovda qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlaganingizni yozing. Faqat men ishlaganman, topib bering demang. Qancha aniq yozsangiz, topish oson bo'ladi. Masalan, 1907 yil mart oyidan 1996 yil avgust oyigacha falon zavodning falon sexida elektr payvandchi lavozimida ishlaganman. Ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish buyruqlari va ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. 5-qadam ish haqi ma'lumotlarini alohida so'rang. Ko'p odam faqat stajni so'raydi, lekin maoshni unutadi. Arxivdan ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma ham kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa siz bir davrda yaxshi oylik olgan bo'lsangiz, bu pensiya hisobiga ta'sir qiladi. Shuning uchun so'rovda ish haqi qaydnomalari asosida ma'lumot degan jumlani albatta kiriting. 6-qadam javoblarni solishtiring. Pensiya bo'limi bergan staj hisobida necha yil ko'rsatilgan? Sizning hujjatlaringizda necha yil bor? Arxi nima dedi? Hammasini yonma-yon qo'ying. Farq bo'lsa, yana ariza bilan kiriting. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilishi kerak. Sabab tushunarsiz bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki huquqiy maslahat markazlariga murojaat qilish mumkin. Arizada shaxsiy ma'lumotlar aniq yoziladi. Familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi. Keyin asosiy talab yoziladi. Pensiya ishidagi staj va ish haqi ma'lumotlarini qayta tekshirish. Agar aniq davr bo'lsa, masalan 1999-1997 yillar, shuni ko'rsating. Agar aniq tashkilot bo'lsa, uning eski va yangi nomini yozing. Masalan, sobiq falon kolxoz, keyinchalik falon shirkat xo'jaligi deb ko'rsatish kerak. Ilovada nimalar borligini sanab chiqing. Mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, harbiy bilet nusxasi, nikoh guvohnomasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi va boshqa hujjatlar. Ariza topshirilganda qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. Bu keyin juda kerak bo'ladi. Men sizga hammaning pensiyasi albatta 1 ming so'mga oshadi demayapman. Bunday va'da noto'g'ri bo'ladi. Lekin men shuni aniq aytaman. Juda ko'p pensiyalarda pensiya hisobida tekshirilmagan joylar bor. Kimdadir 100 ming so'm farq chiqadi, kimdadir 300 ming, kimdadir 700 ming, kimdadir 700 ming, kimdadir esa hujjatlari kuchli bo'lsa, 1 ming so'm atrofida o'sish ehtimoli ham bo'ladi. Eng muhimi, siz o'z haqqingizni tekshirishga haqlisiz. Yana bir narsani unutmang. Begona odamlarga pul berib, pensiyangizni oshirib beraman degan gaplarga ishonmang. Hech kim noqonuniy yo'l bilan pensiyani oshirib bera olmaydi. Pensiya faqat hujjat. Qonuniy asos va rasmiy qayta hisob orqali oshadi. Agar kimdir sizdan oldindan pul so'rasa, ehtiyot bo'ling. Hujjatlarni o'zingiz yoki ishonchli yaqinlaringiz bilan rasmiy tartibda topshiring. Bugun men tushuntirgan asosiy fikr shuki, pensiya miqdori ko'p hollarda hujjatdagi bitta yozuvga, bitta arxiv ma'lumotnomasiga yoki ish haqi haqidagi bitta tasdiqqa bog'liq bo'lishi mumkin. Mehnat staji to'liq kiritilganmi? Lavozim nomi to'g'ri yozilganmi? Zararli yoki og'ir sharoitdagi ish davri hisobga olinganmi? Yuqori maosh olingan yillar pensiya hisobiga kirganmi? Bularning hammasi tekshirilishi kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangizning, buvingizning yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasidagi sanalarni tekshiring. Arxivga so'rov berish kerak bo'lgan davrlarni belgilang. Pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. O'z haqqingizni talab qilish uyat emas, bu qonuniy huquq. Agar sizda ham pensiya kam chiqqan, staj hisobga olinmagan yoki arxivdan hujjat topish bilan bog'liq muammo bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillarda, qaysi sohada ishlagansiz? Pensiyangizda qanday shubha bor? Fikringizni qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner qarindoshlaringizga yuboring.
Chunki bugun eshitganingiz oddiy gap emas. Bu kimningdir o'yiga qo'shimcha 100 minglab, hatto million so'mgacha pul olishi uchun sabab bo'lishi mumkin.